Cristiano Ronaldo jahon chempionatida O'zbekistonga qarshi maydonga tushadi. Erling Haaland Real Madridga o'tish uchun kutilmagan shart qo'ydi. Abduqodir Husanov esa Barselonaning asosiy transfer nishoniga aylandi. Bugun sport olamidagi eng ishonchli, qaynoq va kutilmagan xabarlarni tahlil qilamiz. Videoga like bosib qo'ying, biz esa boshladik. 41 yoshli Cristiano Ronaldo o'zining 6-jahon chempionatiga borishi tasdiqlandi va eng qizig'i Portugaliya guruh bosqichida O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bir guruhdan joy oldi. 23-iyunda Houston shahrida bizni chinakam tarixiy to'qnashuv kutmoqda. Uning azaliy raqibi ham ortda qolmoqchi emas. 39 yoshli Lionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionati uchun yakuniy ro'yxatga kiritildi. Ikkala afsona ham o'zlarining 6-mundialida qatnashib, tarixni yangilashga hozirlik ko'rmoqda. Yevropa klublar futbolda ham dahshatli voqealar yuz berdi. Pushkash arenadagi dramatik finalda PSG Arsenalni penaltilar seriyasida mag'lub etib, ketma-ket ikkinchi marta Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritdi. Ammo